nafar deputatimiz ishtirok etishmayapti. 3 nafar deputatimiz Zoom orqali ishtirok etyapti. Kvorum mavjud. Sessiya ishida Ohangaron tuman hokimi noqobil 7-chaqiriq xalq deputatlari Ohangaron tumani kengashining 30-sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan taklif tushyapti. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Endi davlat partiyasini bilan sessiyamizni ochamiz. Hurmatli deputatlar, biz sessiya kotibini saylab olishimiz lozim. 3-Zalaquduq saylov okrugi deputati Nishonova Marziya Kamijonovna sessiya kotibi etib saylash taklif kiritilmoqda. Boshqa takliflar bormi? Taklif qilingan nomzodga qo'l ko'tarib ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar? Yo'q. Taklif bir ovozdan ma'qullandi. Deputat Nishonova Marziya Kamijonovna sessiya kotibi etib saylandi. Sessiya kotibidan o'z ishini boshlashini so'raymiz. Hurmatli deputatlar, bugungi 7-chaqiriq xalq deputatlari Ohangaron tumani kengashining 30-sessiyasi kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibida 5 ta masala kiritilmoqda. Birinchi masala Ohangaron tuman prokuraturasi tomonidan 2026-yilning 6 oyi davomida kriminogen vaziyatni yaxshilash, jinoyatlarni barvaqt oldini olish yuzasidan axboroti. Ikkinchi masala Ohangaron tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan 2026-yilning 6 oyida huquqbuzarliklarning oldini olish va ularning profilaktikasi holati yuzasidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot. Uchinchi masala Ohangaron tuman tibbiyot birlashmasining 2026-yilning 6 oyi davomida hududda sog'liqni saqlashni rivojlantirishga oid davlat dasturlarining bajarilishi, kasalliklar profilaktikasining holati, sog'lom turmush tarzi va uni to'g'ri ovqatlanishni shakllantirish, sog'liqni saqlash asosiy ko'rsatkichlari to'g'risida. To'rtinchi masala Ohangaron tumani mahalliy byudjetining 2026-yil ikkinchi chorak yakuni bilan daromadlar rejasini prognozdan oshirib bajarilgan qismi hisobidan rejalashtirilayotgan xarajatlar haqida tuman hokimligining takliflari ko'rib chiqish to'g'risida. 5-chi masala Ohangaron tumani inson ijtimoiy xizmatlar markazining 2026-yil 6 oy davomida faoliyati to'g'risida. Taklif etilayotgan kun tartibi yuzasidan boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, kun tartibini ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar? Yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, endi biz sessiya reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Quyidagi sessiya reglamentini taklif qilinmoqda. Ma'ruzalar uchun 15 daqiqagacha, so'zga chiquvchilar va munosabat bildiruvchilarga 3 daqiqagacha, savol-javoblarga 2 daqiqagacha vaqt beriladi. Boshqa takliflar bormi? Bu holda ovozga qo'yaman. Kun
qo'l ko'tarib ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar? Yo'q. Reglament bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi birinchi masalani ko'rishga o'tamiz. Ohangaron tuman prokuraturasi tomonidan 2026-yilning 6 oy davomida kriminogen vaziyatni yaxshilash, jinoyatlarni barvaqt oldini olish yuzasidan axborotni tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya majlisida o'rganib chiqilgan. Komissiyaning tegishli qarori va xulosalari qabul qilingan. Masala yuzasidan so'z Ohangaron tuman prokurori, adliya maslahatchisi Mirzayev Faxriddin Yusufovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Tuman prokuraturasi tomonidan 2026-yil davomida O'zbekiston Respublikasining qonunlari, prezident farmonlari, hukumat qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida fuqarolarning huquq va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilish, jinoyatchilikka qarshi kurash va huquq tartibotini mustahkamlash yuzasidan muayyan ishlar amalga oshirildi. Xususan, tuman prokuraturasi tomonidan 2026-yil davomida 6 oy davomida jami 158 ta tekshiruvlar o'tkazilib, 574 ta qonun buzish holatlari aniqlangan. Tekshirishlarda 363 ta prokuror nazorat hujjatlari qo'llanilgan. Aniqlangan qonun buzish holatlarini bartaraf etish yuzasidan 83 ta taqdimnomalar kiritilib, prokurorning taqdimnomasi va qarorining ko'rib chiqish natijasi bo'yicha 54 nafar shaxs intizomiy, 72 nafar shaxs ma'muriy javobgarlikka tortilgan. 35 ta ogohlantirish va 64 ta 125 million so'mlik da'vo jazosi kiritilgan bo'lib, qo'pol qonun buzilish holatlari yuzasidan 8 ta jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Jumladan, iqtisodiy sohada qonunchilik ijrosi ustidan nazorat yo'nalishida tuman prokuraturasi tomonidan 40 ta tekshiruv o'tkazilib, 152 ta qonun buzilish holatlari aniqlangan. Tekshirishlarda 133 ta prokuror nazorat hujjatlari qo'llanilgan. Shunda aniqlangan qonun buzilish holatlarini bartaraf etish yuzasidan 20 ta taqdimnoma kiritilib, prokurorning taqdimnomasi va qarorini ko'rib chiqish natijasi bo'yicha 8 nafar shaxs intizomiy, 30 nafar ma'muriy javobgarlikka tortilgan. 17 ta ogohlantirish va 62 ta 125 million so'mlik da'vo jazosi kiritilgan. Hurmatli Faxriddin Yusufov, biz sizni hisobotingizni sizga tashalgan deputatlar gruppasiga, menimcha hamma deputatlar axborotingizni to'liq o'rganib chiqishgan. Qolaversa, doimiy komissiyada ham bu masala o'rganilgan. Hozir mana shu oid komissiyani raisiga so'z bersakda, ular o'rgangan masalasi bo'yicha kamchilik va o'sha hisobotlar yuzasidan savollar bo'lsa, shunga axborot bersin. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli hisobot beruvchi. Biz bu haqiqatan ham prokuraturaning axborotini doimiy komissiyada keng o'rtaq muhokama qildik. Deputatlarimiz qatnashganlari bo'ldi. Har bitta masalani individual ravishda juda keng yoritib berilgan 18 barobar axborotni men endi ko'rdim. Biz o'tgan yildan beri kuzatib boramiz. Bu komissiyada juda ham chiroyli yozilgan. Agar shu komissiyada ishtirok etmagan qolgan deputatlarda tumanimiz bo'yicha aynan prokuratura sohasida kimda savollar yoki takliflar bo'ladigan bo'lsa, marhamat berishlaringiz mumkin. Lekin bularning hisobotini biz bir ovozdan maqsadga muvofiq takliflarimizni berdik hamda e'tirozlarimiz hammasini doimiy komissiyada muhokama qilib olganmiz. Marhamat, hurmatli deputatlar, kimlarda savollar bo'lsa, prokuraturaga oid. Endi albatta tumanimiz katta, hududimizda jinoyatchilik yoki shu huquqbuzarlik holatlari bo'lishi tabiiy. Kunga oshsa oshadi, kamaymaydi, lekin shu ish yuzasidan qilinayotgan ishlar hammamizni ko'z o'ngimizda namoyon. Albatta mana komissiya o'rganib chiqdi. Agar sizlarda savol bo'lsa, o'zingizlarning hududinglar bo'yicha prokuraturaga oid beringlar. Bo'lmasa biz axborotchini hisobotini qabul qilamiz. Agar sizni deputatlarga so'zingiz bo'lsa ham marhamat. Men bir narsani iltimos qilmoqchi edim. Bilasizlar, prezidentimizning birinchi va ikkinchi sonli qarori ijrosi yuzasidan tuman prokurori rahbarligida shtab bor biz prokuraturada. Yo'l xarita tasdiqlangan, hammalarning xabarlaring bor. Hozir biz bu kameralar puli yo'nalishida qiynalyapmiz.
ikkinchi chorakdan hozir 215 million qarzimiz qolgan, quruvchiga qo'ydirib turganmiz. Kameralarni mahalladagi axborotni ko'rgan bo'lsalaring kerak. Yana 3-chorakda bu rejadan chiqishimiz uchun 588 million bizga pul kerak bo'ladi. Shuni sessiyada ko'rilishiga olib kirishadi. Shuni qo'llab-quvvatlashlarini so'rardik. Tuman hokimimizga ham xat kiritdik. Bu masalada hozir viloyat hokimligidan subsidiya so'radim dedilar. Shu masalani hal qilsak 3-chorakda ham belgilangan rejalarni chiqib olardi. Bu yuzasidan takliflaringiz o'rinli, lekin bizga ham endi hozir tartib bor. Orttirib bajarilgan mablag' hisobidan kelgan joyi bor-da. Uning uchun men endi yana ham sizni hamkor ishlashga deputatlar bilan va o'sha hududda o'sha mas'ul xodimlar bilan ishlashga anaqa chaqirgan bo'lardim. O'sha dediga sotiladigan yerlar bo'lsa, auksionga qo'yilgan, bo'sh yotgan yerlar va fuqarolarni uy kadastrlarini tezroq hujjatlashtirib, rasmiylashtirib berish va shunga o'xshash mahalliy tushumlarga bo'ladigan tushumlarni to'g'ri tashkil qilib, hujjatlarni tezroq rasmiylashtirganimizda bizda orttirilgan mablag' yanada imkoniyatlarimiz ko'paygan bo'lardi hisobidan. Bu o'rganib chiqiladi, moliyachilar mana hozir yig'ilib agar orttirilgan mablag' bo'lgan holatida albatta shu iqtisodiyot bo'limi va boshqa mana komissiya o'rganib chiqadi, albatta bunga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Yana bir masala borda, hozir mana bugun kengashda tibbiyot birlashmasining 6 oylik hisobotini eshitlar ekansizlar. Bizda aytishimiz kerak, tibbiyot sohasida ahvol yaxshi emas. Biz yil yakuni bo'yicha ham tibbiyotda o'rganish o'tkazdik. Bizda 24-yilga nisbatan 25-yilda go'dagilar o'limi bittaga kamaygan. Lekin tuman shaharlar miqyosida oladigan bo'lsak, 23da 100 ming aholiga koeffitsiyentga oladigan bo'lsak, biz viloyatda birinchilikni egallab turibmiz go'dak o'limi bo'yicha. Buni sabab sharoitlarini hozir biz nimaga bunaqa bo'lyapti deb o'rgandik. Men deputatlardan hamkorlikka chaqirib qolardim. Hozir biz tuman hokimligi tibbiyot bilan dastur ishlab chiqyapmiz. Nima qilsak bo'ladi? Biz albatta joylardagi imom xatiblarimizni, mahallalarni, ichki ishlarni hammani yordami kerak bo'ladi. Buni sababi nima? Birinchidan aholimizda hozir tibbiy anaqa yo'q. Madaniyat yo'qda. Bunaqa patronajimiz boryapti, tibbiy unaqadan o'tishing kerak, skrindan, doktordan o'tishing kerak deyapti. O'zini kuzatuvlar va o'tishing kerak deyapti, lekin ayollarimiz, qishloq ayollarimiz bilasizlar, yo bormayman, menga uzoqlik qiladigan fikr bilan bormayapti. Natijada bola yo nogiron tug'ilyapti yoki o'sha bir qandaydir nuqson bilan tug'ilgandan keyin vafot etish holat bo'lyapti. Bundan tashqari mana Ohangaronni bilasizlar, Evalak bilan ayniqsa Nurobod mahallasi misolida aytish mumkin. Shar'iy nikohdagi oilalarimiz juda ko'p. Biz shar'iy nikohda oldini olishimiz kerak. Nega? Nima uchun bizga shar'iy nikoh emas, ZAKSdan o'tish kerak talab qilamiz. Eng asosiy maqsad bu yerda ZAKS bo'lsa birinchi tibbiyotdan o'tadi, tibbiy ko'rikdan, to'g'rimi? Birinchi tibbiy ko'rikdan o'tgandan keyin biz kelajakda o'sha oilani sog'lom bo'lishini, farzand sog'lom tug'ilishini, zurriyotni genofondimiz sog'lom bo'lishini yo'lga qo'yamizda. Lekin afsuski, Ohangaron tumaniga men kelib mana qilib bo'lyapti. Shunga amin bo'ldim. Bizda shar'iy nikohlar juda ko'p. Shuning uchun joylardan deputatlar bilan biz ham hamkorlikda ishlaymiz. Chiqqanda shuni ko'proq ta'min qilishni chaqirib qolardim. Bundan tashqari tibbiyot xodimlarimizning aybi bilan ham bu holatlar go'dak o'limi olib kelganini aniqladik. Ikkita holatda jinoyat qo'zg'atdik biz. Bittasi tez tibbiy yordam xodimlari kelyapti. Bilasizlar, tibbiyotda protokoli bor. Birinchi holatda nima, ikkinchi holatda nima, necha yoshgacha nima qilish mumkin, qanaqa nazarsheni qilish mumkin ko'rsatilgan. Protokoldan chetga chiqib shuni qilib yuribsiz-ku. Qilib yurganmiz, shu paytgacha hech narsa bo'lmaganda yosh bolaga qo'l qilyapti, shokka tushib qolib u vafot etyapti. Tibbiyot birlashmasida ham xuddi shunaqa holat bo'ldi. Ikkita jinoyat qo'zg'atdik. Bu viloyatda hali bironta tuman shaharda bunaqa jinoyat qo'zg'atilgani yo'q. Bu degani demoqchimanki, sizlarning e'tiborlarini qaratmoqchiman, bunga qattiqroq hammamiz bir bo'lib qaramasak bo'lmaydi. Undan tashqari ona o'limi bo'ldi. Ona o'limi viloyatda bo'lgani yo'q. Ona o'limi bilasizlar, tug'ruq jarayonida ona o'lyapti. Bu tragediya hisoblanadi juda ham. Ona o'limi ham qayd etildi. Bu bo'yicha hozir tekshirish olib boryapmiz. Qanchasi qaror qabul qilamiz, yana aybi bo'lsa kanalda jinoyat qo'zg'atamiz, bo'lmasa o'tkaz qilamiz. Bu holat bo'yicha ham ta'minnoma qilib tegishli rahbarlarga inson javobgarlik masalasi hal qildik. Bir necha yil davomida tibbiyotda onalik, bolalik bo'yicha o'rinbosar bo'lmagan ekanda. Buni ham hozir biz o'tgan safar ta'minnoma kiritib muhokama qildik. Mana hozir Jomoniga qatnashyaptilar. Hozir o'rinbosarlarni tayinladik. Endi u shug'ullanadi. Hozir chora-tadbir dasturi qilgan.
agar qaysi komissiya sizlarda ko'radi bilmayman, sizlar ham qatnashsalaring, taklif bo'lsa, birga bitta dastur qilib olsak, hammamiz shug'ullanmasak, bu kundan kunga kuchayapti. Unaqa bo'lmayapti-da. Oldini olishimiz kerak. Ko'rsatkichlarni kamaytirishimiz kerak. Ya'ni o'sha birgalikda ishlab. Rahmat sizga hisobotingiz uchun. Albatta biz deputatlar ham hammasi o'zini hududida tumanimizdagi bo'layotgan holat bo'yicha qachon qayerga taklif qilinib bizga yordamimiz kerak bo'lsa, juda ham faol bizning deputatlarimiz hamma joyda birga borib ishlashga menimcha hech kim yo'q deydi. Rahmat. Rahmat sizga ham, ishlaringizga omad. Hurmatli deputatlar, endi ikkinchi birinchi munosabat bildirish uchun hamma o'zi savollarini berib, doimiy komissiyaning xulosasini ko'rdik. Endi bularni hisobotlarini tasdiqlab olishimiz kerak. Bunga o'zlaringizni munosabatlarini tasdiqlash bo'yicha ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Endi kun tartibidagi ikkinchi masalani ko'rib o'tamiz. Ohangaron tumani Ichki ishlar bo'limi tomonidan 2026-yilning 6 oyida huquqbuzarliklarning oldini olish va ularning profilaktikasi faoliyati yuzasidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisoboti Hukumat kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi masalasida o'rganib chiqilgan komissiyaning tegishli qarori va xulosalari qabul qilingan. Masala yuzasidan so'z Ohangaron tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Haydarov Jamshid Ergashevga berildi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli kengash raisi, hurmatli mehmonlar. Demak, Haydarov Jamshid bugun qatnasha olmayapti. Sababi o'rniga men mintaqa tezkor ishlar bo'yicha o'rinbosari polkovnik Sotiyev bilan Siboyevman. Hozirgi paytda rahbar bo'lmaganligi uchun vaqtincha vazifasini bajaruvchi xizmatini olib boryapman. Demak, hozirgi aytib o'tilgan hurmatli kengash raisi 6 oy mobaynida ichki ishlar bo'limi tomonidan, Ohangaron tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan qisqacha axborot bermoqchiman. Ruxsatlar bilan boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Keyingi davrda davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbusi bilan ichki ishlar tizimi faoliyati samaradorligini oshirish, ichki ishlar organlari xodimlarining aholi bilan yaqinligini yanada mustahkamlash, tizimini xalq manfaatlariga xizmat qilishga yo'naltirilgan professional tizimlarga aylantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Islohotlar doirasida eng avvalo ichki ishlar organlari quyi bo'g'ini kuchaytirishga yo'naltirilgan chora hamda hududlarda tuzilgan sektorlar ishlarini samarali tashkil etish, aholi muammolarini bevosita joyida hal etish evaziga ularning ishonchli oqlash va jamoatchilik imkoniyatlaridan ko'proq foydalanish nazarda tutilgan. Demak, joriy yil 6 oy yakunida Ohangaron tumani ichki ishlar bo'limi xizmati olib borayotgan xodimlar mas'uliyatini o'z zimmasiga olib, jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida amalga oshirilgan profilaktik chora-tadbirlarni ishlarini ijobiy baholab bo'lmaydi desak bo'ladi. Sabab 6 oy davomida tuman hududida 247, ya'ni o'tgan yilda 189 ta bo'ladigan bo'lsa, bu yil 247 jinoyatlar sodir etilgan. O'tgan yilning shu davrida nisbatan 58 taga yoki 37% ga ko'paygan. Mazkur jinoyatlarning 91 tasi o'tgan yili 75 bo'ladigan bo'lsa, 36 oldi olish mumkin bo'lgan jinoyatlar. 56 tasi aniqlangan jinoyatlar. 100 tasi axborot texnologiyalari yordamida sodir etilgan jinoyatlar 37 ga ko'paygan. 6 oy oldini olish 6 oyda oldi olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning 16 ga yoki 36-8% ga 75 dan 91 ga ko'paygan. Qotillik jinoyatlari 100% ga ikkita sodir etilgan. Og'ir tan jarohati yetkazish jinoyati 100% ga. Firibgarlik jinoyati 19 dan 49 ta. Mavzuchi uzun mavzu sabab hisobotingizni
doimiy komissiya sizni hamma hisobotingizni o'rganib chiqishgan. Tushundim. Biz deputatlar ham hammasi sizni tashalgan guruhimizga. Bu bo'yicha hozir yana doimiy komissiyaga so'z bersakda shu masala o'rganib chiqqanini. Agar yana o'zini hududida kimda savollar bo'lsa, shuni davom etsak. Hozir sifralarni ba'zi o'rganganmiz bu ishni hammasi. Tushunarli. Marhamat, Shahlo Xatama, bu ham sizlarni qanaqadir o'rgangan? Albatta, assalomu alaykum, hurmatli hisobot beruvchi. Qarang, haqiqatan biz tuman bo'yicha 6 oy davomida sizlarni o'sha hisobotlaringiz, axborotlaringizni eshitganimizda jinoyatchilik Ohangaron tumanida 37% ga oshib ketganligi ma'lum bo'ldi-da. To'g'ri. Endi buni hozir ildizini kelib chiqish sabablarini o'rganadigan bo'lsak, juda ham ko'p bajlar keltirildi. Savollarimizga to'liqonli javob ola olmadik. Meni eng qiynagan savolim shu ochiq qolib ketgandi. Balkim hozir siz shu savolimga javob bera olarsiz. Onlayn tarzda kredit rasmiylashtirish bo'yicha fuqarolar ko'p jabrlangan ekan. Aynan shuni foizi ham qarang, axborot texnologiya yordamida sodir etgan jinoyatlar 44% tashkil qilyapti-da. Lekin tergov natijalari, o'sha prokuraturaning xulosalari, tahqinnomalari bilan bank tizimi bo'yicha mana shu sodir etilgan jinoyatlar oqibatida kelib chiqqan o'sha to'lovlarni 37 mana 3759 sonli tartib bo'yicha qaytarish tartibi berilgan ekanda, lekin Ohangaron tumanida bir marta ham birorta fuqaroga shu tartib bo'yicha to'lovlar qaytarilmadi degan javob oldim. Shu qanchalik to'g'ri? Endi savolingiz juda o'rinli berildi. Haqiqatdan axborot texnologiya yordamida sodir etilayotgan jinoyatlar men hozir yuqorida ham aytib o'tdim. O'tgan yil 63 ta bo'lgan bo'lsa, bu yil 3 ta sodir etilyapti. Endi asosan buni hozir bizni sharoitimizda xabaringlar bor, hozir prezidentimiz tomonidan bizni axborot texnologiya yordamida sodir etilayotgan jinoyatlarning oldini olish yuzasida kiber jinoyatchilik bo'yicha jinoyat qidiruv bo'limlari boshqarmalari tashkil etilgan. Bu rayonlarimizga ham hammasiga berildi. Endi men qisqacha qilib aytib o'tib ketishim kerak, ochiqligini qilib. Ular hozirgi paytda ishlarni amalga oshiryapti. Lekin siz aytganingizdek biz aniqlayapmiz bularni haqiqatdan ham ko'p holatlarda guruh Kelmagan bo'lar edi. Hisobotingizni atroflicha o'rganganimda hozir berayotgan bo'lsam, kun tartibidan chiqib ketaman. Juda ham savollarim ko'p. Buni o'zaro endi xudo xolasa mana keyingi chorakda aynan mana shu belgilab berilgan har bitta savollarni o'zim uchun belgilab yoki kamayarmikan? Mana shu oshishi bo'yicha qaysi uchastka inspektoriga yoki qaysi bir tashkilotga qanaqa tartibda jazo qo'llanilganligi, ma'muriy yoki intizomiy choralar qo'llanilganligi bo'yicha ham biz sizlardan aniq javob kutib olamiz. Agar boshqa deputatlarimiz mana shu komissiya bo'yicha ko'rib chiqish natijalari bo'yicha ichki ishlar organiga savollar yoki takliflar bo'ladigan bo'lsa berishlaringiz mumkin. Hisobotini biz qabul qilganmiz. Savollar bormi, hurmatli deputatlar? Bitta savolim bor edi. Mayli. Assalomu alaykum. Hurmatli hisobot beruvchi. Savolim shundan iboratki, bizda nima uchun statistikani ko'rdim, hisobotni o'qidim va doimiy komissiya yig'ilishida shaxsan o'zim ishtirok etdim. Ochilmay qolgan jinoyatlar soni yil sayin ko'payib boryapti. Nima uchun bu holat ochilmay qolyapti? Nima uchun? Endi mana hozir yana aytib o'tdim sizlarga, ochilmayotgan jinoyatlarning aksariyati hozir bizda haqiqatdan axborot texnologiyalar yordamida sodir etilayotgan jinoyatlar. Asosiy jinoyatlar. Ko'rib chiqishingiz mumkin, asosan sodir etilayotgan jinoyatlar axborot texnologiya yordamida. Endi axborot texnologiya yordamida haqiqatdan ham bizda yetarli hozir darajada juda ham ular bizdan o'tib ketgan. Haqiqatdan tan olib aytish kerak. Ular juda ham texnika internet boshqa nimalar bo'yicha ular juda ham mutaxassis bo'lib qolishadi. O'quvchilikdan boshqasi. O'shaning uchun biz faqat targ'ibot qilishimiz kerak. Targ'ibotga hurmatli deputatlar, sizlardan iltimos, sizlar ham yordamingizda juda ham xalq bilan ishlaysizlar, bizga yordam qilsanglar, jamiyat yordam qilmasa biz juda ham qiyin bo'ladi bizga. Shuning uchun sizlardan iltimos yordam. Ya'ni bizning taklifimiz bizlar berganmiz, evalikda bo'lgan holat bo'yicha hammadan xabaringlar bor. Nimada ham ko'rsatib o'tilgan, ma'ruzada ham ko'rsatib o'tilgan. Shuning uchun bu yerda biz Mathiya bilan ham gaplashgandik, pul ajratish masalasi. Ya'ni evalak oxirgi vaqtlarda charchaki hudud bo'lib qolganligi uchun qo'riqlashdan biz xodim ajratish masalasiga pul masalasi yechilishi kerak. 60 million xodim qo'yamiz, avto ekipaj bo'ladi, har doim o'sha yerda xodim bilan ta'minlanadi. Ya'ni o'sha kim o'sha knopkani bossa yoki vizit beradigan bo'lsa, o'sha yerda 4 ta xodim albatta xizmat olib boradi.
o'shani pulini masalasini hal qilib bersanglar bizga juda yordam qilgan bo'ladi. Hozirgi paytda mana shu masalamiz qo'riqlash masalasida o'sha yana qaytarib aytaman. Qo'riqlash bilan biz gaplashib olamiz aka bilan. Rahmat. Hisobotimiz uchun ekan biz oyda kiritilgan edi. So'zingiz bormi? Assalomu alaykum kengashlar. Misolimdagicha o'sha hozir gapirib o'tdi, o'g'irlik jinoyatlari oshgan. Bu mahallalarda o'rnatilayotgan, misol uchun kamera PXB bo'yicha o'rnatilgan qachon oxirgi yetadi? Bugun misol uchun 9 oylikdan yoki yil davomida, yil yakuniga qadar mana shu kameralar ishlamasligi oqibatida ham o'g'irlik jinoyati juda ko'payib ketyapti o'sha yerda. Masalan, shu kameralardan qachon ishlaydi? Hammasi qo'ygan kamera 100%. yoki integratsiya qilishda muammolar bo'lyapti yoki yana qo'shimcha mablag'lar kerak bo'lyapti. Shu masalada hisoblaymiz. Kamera bo'yicha juda to'g'ri savol berdingiz hozir. Kameralarimiz masalasi bo'yicha ishlayotganlari ham bor, ishlamayotganlari ham bor. Kameralarda mutaxassislarimiz yetmayapti. Tan olib aytishimiz kerak. Hokimiyatda ularga ham chiqqanmiz, yordam so'rab ba'zi bir rahbarlar bilan bu masala bo'yicha maslahatlashganmiz ham. Biz hozir yana boshladik kamerani ishlatishni. Sababi qo'yilgan kameralar o'tgan paytda qo'yilgan kameralar bilan to'g'ri kelmasligi joylari bor yoki o'chib qolgan joylari bor. Svet o'chib yana yongan degan tashlab yuboradigan joylari bor. Juda ham ko'p muammolar o'ziga yarasha. O'shaning uchun endi men sizga falon vaqtda deb aytmayman, albatta yil yakuni bo'yicha ko'proq shu qo'yilgan kameralarni ishlatish masalasini ko'rib chiqamiz albatta. Shunda sizda kameralarni ishlatishga vakansiyalar ko'pmi, mutaxassislar yetishmaganmi yoki shtat ochish kerak? Yo'q, mana misol uchun Ohangaron tumanida mana shu alohida ishlaydigan atash bo'lsam, aloqadan bormi bu yerda? Ustunligi yo'q, tumanniki, shaharniki bor, shahar tumaniga Shahar tumanga mejrayonni qilib qo'ygan. Masalan, shuni taklif bilan chiqsak, shtat ochilsa yoki masalan mana juda ham yaxshi bo'ladi. yoshlardan juda ko'pda, masalan, axborot texnologik qiziqlar, mana shu immuniy kompyuter bilan shug'ullanayotgan yoki bo'lmasam shunga qiziqayotgan bolalarimiz, IT bilan ishlayotgan bolalarimiz juda ko'p. Aynan shuni yo'naltirib bilgan odam bilan o'qish tashkil qilsak-sa, ular jamoatchi sifatidami yoki bo'lmasam ularga bir qanaqadir rag'bat sifatidami yoki vakansiyalar bo'lsa ish o'rni ochsakmi, mahallalar qoshida shuni qilsak. Chunki men o'zimning mahallamda ham o'g'irlik ko'paygandan ko'payapti. Buni hech qaysini topa olayotgani yo'q-da. Hech uni ustida ishlayotgan odamni ko'rmayapmiz. Bir marta borishadi, surishtirishadi, o'qish bilan ketdi. Vaholanki oldin umuman kameralar bo'lmagan. Hozir hamma qadamda kamera. Kirishda kamera, burilishda kamera, bu tadbirkorlik subyektlarning hammasiga qo'yilgan. Ichki ishlarga ulangan, doimiy ishlab turadigan kameralar. Lekin natija yo'q. Mana bu aytganingizdek, o'sha agar taklif bilan chiqinglar yoki bo'lmasam vakansiya beringlar yoki bo'lmasam odam topaylik deylik. Nimadir bo'lishi kerak-da natijasi. Bizga mutaxassislar yordam qilsa yaxshi bo'ladi. Mana shu tumanning o'zida mutaxassis bo'lsa, bizga juda katta yordam bo'ladi. Qo'ldan chiqib boshqasi. Endi bitta narsada mutaxassis bo'lganlar sizlarning talablaringiz bor. 25 yoshdan oshmagan, IT sohasiga o'qigan, yo staj bo'yicha bo'lish kerakmi? Shunga aniqlik kiritib olaylik. Mutaxassis degan o'zimizga ish olmaymiz biz. Bizlarning ishimizga, bizning ichki ishlarga olmaymiz. O'zini alohidagi odamlar bizga yordam qilsa bo'ldi, shu hokimiyatdan nimasida olinadi. Qo'shimcha o'z ishiga yuklangan vazifa sifatida demoqchimiz shunda? Yo'q, mana qarangda bizda misol uchun mana bizning xodimlarimiz ichida bu kamerani o'rnatib, uni solishiga boshqalarga mutaxassislar yo'q bizlarda. Tushunyapsizmi? Unaqa yo'q bizlarda. Bizlarda o'zidan keladi, o'zimizning aloqa xodimlarimiz bor. Bitta ikkita xodim bor, endi ular ulgurmayapti haqiqatdan. Endi tumanni kattaligini ko'rib turibsiz. Tuman katta. Har bir mahallada Tushunarli, malaka biz anaqa bu masalada menimcha biz masalamiz ochiq qoldi. To'la biz o'rganib oldik deb hisoblaymiz. Yana doimiy komissiyaga yoki shu deputatlarimizga takliflar bilan shu masalada bir masalan yakuniga yetishimiz kerak-da. Unaqa siz aytsangiz, bunaqa biz aytsak, u bilan bo'lmaydi. Siz aniq takliflar bering yoki bizga mutaxassis kerak yoki jamoatchi xodimlar kerak yoki o'qituvchi kerak. Kim kerak? Lekin aniq bilib o'shanga byudjetdan pul ketadigan joy bormi? Yo sizlarning o'zinglarni
ichki imkoniyatinglardan kelib chiqsa bo'ladi. Sizlarning imkoniyatinglar cheksizda, masalan deputatlarga qaraganda ichki ishlarni juda ham imkoniyatinglar ko'p. Shunga qarab bir taklif aniq aytsangiz, biz ham o'rganib chiqib, masalan menimcha ijobiy hal qilamiz. Hisobot uchun rahmat. Xullas, biz buni doimiy komissiyada o'rganib chiqib, juda ko'p har bir muhokama jarayonlarida bildirilgan tavsiyalar berilgan, tayyorlangan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan va doimiy komissiya xulosasi qabul qilingan. Shuning uchun ushbu masalani kun tartib masala yuzasidan qaror loyihasini sizlarga o'qib chiqdik, ko'rdik. Agar ma'qul bo'lsa, tasdiqlash bo'yicha ovoz berishlaringizni so'raymiz. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar? Sizni qaror qabul qilindi, lekin boyaga aytgan taklif loyihalari menimcha albatta o'rganib chiqilib, ularni shartli ravishda o'sha qarorga kirgizib qo'yamiz. Va uni ijrosini keyin so'raymiz. Yaxshi. Rahmat sizga. E'tibor uchun rahmat. Kun tartibidagi 3-masalani ko'rishga o'tamiz. Ohangaron tumani tibbiyot birlashmasining 2026-yilning 6 oyi davomida hududda sog'liqni saqlashni rivojlantirishga oid davlat dasturlarining bajarilishi, kasalliklar profilaktikasining holati, sog'lom turmush tarzini va to'g'ri ovqatlanishni shakllantirish, shuningdek sog'liqni saqlashning asosiy ko'rsatkichlari to'g'risidagi hisobot tuman kengashining ijtimoiy soha, yoshlar siyosati va doimiy madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya majlisida o'rganib chiqilib, komissiyaning tegishli qarori va xulosalari qabul qilingan. Masala yuzasidan so'z Ohangaron tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Qodirov Javlon Abdurashidovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Bugun 6 oylik Ohangaron tuman sog'liqni saqlash tizimi bo'yicha hisobot beraman. Hisobotning boshida dastlab hozirgi kunda 16 ta muassasamiz bilan faoliyat olib bormoqda. Bitta markaz shifoxona, 7 ta oilaviy klinika, 6 ta oilaviy shifokorlik punkti va 40 ta ma'muriy klinika bitta. Jami xodimlar 1161 nafar, shundan shifokorlar 93 nafar, boshqa xodimlar 104 nafar, ichki tibbiy xodimlar 199 nafar va hamshiralar 765 nafarni tashkil qiladi. Toifalar bo'yicha birinchi oliy toifa 28%, birinchi toifa 30% va ikkinchi toifa 42%ni tashkil qiladi. Xodimlarning malakasini oshirish bo'yicha 2026-yilda 2026-yilda malakasini oshirish bo'yicha jam bo'lib 6 oy davomida 101 nafar malaka oshirishga erishilgan. Shundan 6 nafari shifokorlar, o'rta tibbiy xodimlar 95 nafarni tashkil qiladi. Bu oilaviy poliklinikalar qoshida tashkil etilgan kunduzgi statsionarda 90 o'rin jami kunduzgi statsionarlar faoliyat olib boradi. 6 oy davomida 6100 nafar bemorlar va shundan o'lim kunlari hisoblanganda 31000 kunni tashkil qiladi. Order masalasi bo'yicha 5199 prezident qarorini ijrosi ta'minlash bo'yicha MESIK tizim bo'yicha 571 nafar orderlar, imtiyozli orderlar tasdiqlangan. Respublikada 245, viloyatda 326 nafar aholi davolanish uchun yuborilgan. Joriy yilda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan 36, 37, 41 oila poliklinika va yangi hayot oila shifokorlik punktlarida vakol tarmoqlar barchasi o'rnatildi. Raqamlashtirish maqsadida 28 millionga 2 dona kompyuter va 20 dona termoprinter, ya'ni elektron retseptlarni chiqarish uchun 20 dona termoprinter sotib olindi. Hurmatli Javlon Abdurashidovich, bizni hamma guruhlarga sizni axborotingiz, sizni hisobotingiz tashlab berilgan. Ana boshqa sizdan oldingi ma'ruzachilarning ham hisobotlari o'rganilgan. Xuddi sizniki ham mana shunaqa doimiy komissiyada o'rganib chiqilgan. Bu doimiy komissiyaning hozir axborotini eshitsakda, Halilov Ahrorjon Farhodovich bizni shu ijtimoiy soha bo'yicha doimiy komissiya raisi. Agar savollar bo'lsa, keyin ochiq savolga o'tamiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Haqiqatan ham xalq deputatlari Ohangaron tuman kengashining ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining 2026-yil 12 avgustdagi majlisida Ohangaron tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i
Javlon Qodirovning Ohangaron tuman tibbiyot birlashmasining 2026 yil 6 oy davomida hududda sog'liqni saqlashni rivojlantirishga oid davlat dasturlarining bajarilishi, kasalliklar profilaktikasining holati, sog'lom turmush tarzini va to'g'ri ovqatlanishni shakllantirish, shuningdek sog'liqni saqlashning asosiy ko'rsatkichlari to'g'risidagi hisobot dastlabki tarzda komissiya majlisi ko'rib chiqilib, muhokama etilgan. Ko'p deputatlar ishtirok etgan va xalq deputatlari Ohangaron tuman kengashining navbatdagi sessiyasi muhokamasiga kiritilishi belgilangan. Doimiy komissiya masalani sessiyaga kiritish hamda ko'rib chiqish jarayonini qonunchilikda belgilangan tartibda tamoyillarga rioya etilgani haqida ma'lum qilamiz. Agar boshqa taqiqlangan deputatlar yoki yana savol bo'ladigan bo'lsa, iste'mol berishingiz mumkin. Savol ko'p. Manimcha boya prokurorimiz ham bekorga aytmadilar. Sog'liqni saqlash bo'yicha bizim tuman viloyatda birinchi o'rinda turibmiz ekan. Eng ko'p o'lim bo'yicha, bolalar o'limi bo'yicha, o'limi hech qayerda bo'lmabdi, faqat bizda bo'ldi. Bu endi albatta o'z-o'zidan savollar o'zini hududida hammaga bo'lib yetkazilayotgan o'sha tibbiy ko'riklarni, tibbiy xizmatlarni natijasi deb bilamiz buni endi bu kamchiliklarni. Marhamat, hurmatli deputatlar, kimni savoli bor? Shu bizni hududimizda bo'layotgan ishlar orqali bu ko'rsatkichlarga erishayapmizda. Menimcha bizda hozir savol ko'p. Marhamat, beringlar. Bizda fikrim bor. Marhamat. Ohangaron tuman tibbiyot birlashmasi bu yaqinda tashkil topgan birlashmada kadrlar bilan ta'minlash ham oson kechmadi shu paytgacha. Bu bo'yicha yutuqlarimiz ham bor, o'ziga yarasha yutuqlar bilan bir qatorda kamchiliklarimiz ham bor. Menimcha bu hisobot davrida tibbiyot birlashmasi boshlig'iga o'zimizni kamchiliklar bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar berish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Yutuqlarimiz ham juda ham ko'p. Aynan Ohangaron shaharda ham tuman tibbiyot birlashmasidagi salohiyat kadrlar salohiyati juda ko'p bor, e'tirof etishadi. Qolaversa, texnikalar, zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan. Mana shu imkoniyatlardan to'liq foydalanib, onalar o'limi, bolalar o'limi butkul yo'q bo'ladi deb umid qilamiz. Sizni bu boradagi tavsiyalaringizni ham, maqsad rejalaringizni ham eshitamiz. Lekin shu sohada ayrim fikrlaringiz to'g'ri-yu, lekin meni shunaqa savolim bo'ladi. Biz mahalliy byudjetdan juda ham ko'p shu o'qiyotgan o'quvchilar, o'sha kadrlarni bu yoqqa tortib kelish yuzasidan biz pul o'tkazdik-da. Bu oldingi 5 yillikda ham bo'lgan, mana bu 5 yillikda ham juda ham ko'p pul sarfladik. Lekin o'sha biz o'qitib, tarbiyaga tortib kelgan va hozirgi kunda ham ularga kvartira, turish joyi pullar to'lab turgan xodimlarni ishlarini natijasi mana shuni beryapti-da. Bugun biz ko'rsatkichda eng yomon tomondan birinchi o'ringa chiqyapmiz. Bu biz berayotgan pullarni oqlamaslik deb hisoblayman. Hurmatli deputatlar, bu bo'yicha quyidagilarni ma'lum qilaman. Umuman bola o'limi bo'yicha aytib o'tishim kerak va hisobot berishim kerak. Sizlarga tushuncha berish maqsadida dastlab keyin kadrlar bo'yicha aytaman. Bola o'limi bo'yicha 6 oy davomida Ohangaron tumanida 0-18 yoshgacha bolalar o'limi 18 nafarni tashkil qilgan, 0-14 yoshgacha 17 nafar. 2025 yilda esa bu narsa 16 nafarni tashkil qilgan. Jumladan 0-1 yosh bizga eng kerakli va muhim ko'rsatkich 0-1 yosh go'daklar o'limi 12 nafarni tashkil qilib, 2025 yilda 10 nafar bo'lgan. Bundan ikkitaga ko'payganligi ko'rsatib o'tilgan va 0-1 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida o'limning eng yuqori ko'rsatkichi 2026 yilda quyidagicha. Birinchi o'rinda nafas yo'llari kasalliklari, ya'ni pnevmoniya 6 nafari o'lim qayd etilgan va infeksion kasalliklar sepsis bilan 2 nafar, tug'ma anomaliyalar bilan esa 2 nafar va shu bilan birgalikda chuqur chalalik bilan 2 nafar go'daklar o'limi jami bo'lib 12 nafari mana shu patologiyalar bilan tug'ilishi natijasida o'lgan. Bunda e'tibor berishga kerak bo'lgan jihati 0-27 sutkagacha yashagani 10 nafar. Bu degani 0 soatdan 27 soatgacha yashash holatlari 10 nafar, ya'ni perinatal o'lim holatlarida asosiy 10 nafarini kichik haftalarda sodir bo'lgan o'limlar, shundan 26 haftagacha bo'lganlar 2 nafar, 29 haftasigacha bo'lganlar 2 nafar va 31 haftasigacha bo'lganlar 2 nafar, 32 haftagacha bo'lganlar esa 1 nafar, ya'ni 33 haftalik homiladorlarda o'lim holati 1 nafar, ya'ni bola chaqaloqlar tug'ilishi vaqtida
bolada hali o'pka rivojlanmagan davrga ko'p to'g'ri kelyapti. Bizlar aytamiz, ko'p bolalar homilador bo'lishdan oldin ayollarimizda interval oraliq intervallarini 3 yil bo'lishi va undan oldin tibbiy ko'rikdan va sog'lom o'tishlari uchun juda ko'p holatlarda biz aytamiz, ya'ni sog'lig'ini tiklab keyin homilador bo'lish holatlarini aytamiz va infeksiya holatlari mana 2 nafar bo'lyapti. Bu bilan nima demoqchiman? Bu o'pkani rivojlanmaganligi va o'pka hali 37 haftaga 36-37 haftasidan boshlab o'pka rivojlanishni boshlaydi va u tug'ilgandan keyin uni bizlar saqlab qolish ko'rsatkichimiz yuqori bo'lar edi. Bu nima kichik suroklarda, ya'ni homila tushib qolishi, erta tug'ruq bo'lib qolishi va homiladorlarda patologiyaning ko'pligi natijasida bo'lib kelyapti va bu borada mana hurmatli prokurorimiz yuqorida aytib o'tdi, haqiqatan ham chora-tadbir belgilab, asosan qaysi hududlar ekanligini biz belgilab oldik va chora-tadbir rejasini qilib prokuror bilan birgalikda uni olib boryapmiz. Ya'ni tibbiy ko'rikni o'sha hududda mukammalroq qilishdi. Ana tug'ma anomaliyasi borlar bo'yicha biz hech qachon biz tibbiyot xodimlari birovga homilani to'xtatish bo'yicha zo'rlik bilan yoki bo'lmasam noqonuniy ishlar bilan shug'ullanmaymiz va ayta olmaymiz. Lekin shunday bo'lsa ham men homilamni tushirmayman va tug'aman deydigan homiladorlarimiz bizda ko'p uchraydi. Bu anomaliya bilan tug'ilgandan keyin ko'pida множественный порокlar bilan ko'p mana 2 ta bola tug'ilib hayotdan ko'z yumgan, ya'ni hayotining dastlabki soatlarida bu o'lim kuzatildi. Bu o'lim, buni hech kim hech qayerga olib qola olmaydi. Buni yurak kameralarini ko'plab paroklari bilan tug'ilgan bolalar, 2 ta bola bo'lgan. Buni ham to'xtatishga rosa harakat qilganmiz. Hozir endi prokuror bilan yo'l xarita tuzdik va bularni aynan shu yo'q deydiganlari bilan individual ishlash bo'yicha ham ishlarni olib boryapmiz. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, kadrlar yo'nalishi bo'yicha haqiqatan ham sizlarga rahmat. Mana hozir 3-yil bo'ladi sizlar deputatlar to'lab berish, ya'ni tasdiqlangandan keyin kontraktlarni to'lab berish natijasida 2-yil bizning mevamiz, ya'ni 13 nafar bitiruvchimiz bu yil tor mutaxassislikni egallab oktyabr oyidan boshlab bizga ishga kelishni boshlaydi. Ungacha hech qanday mutaxassis kelgani yo'q. Ya'ni biz o'qitayotganlar hali hech qaysi kelgan yo'q. Endi qadam tashlandi va shu bilan birga bular hozir yana 12 nafar mutaxassislarimiz o'qiyapti, davom etkizib, ular yilma-yil endi bundan buyog'iga mutaxassislar kelishni boshlaydi. Bu bo'yicha davlat tibbiyot oliygohlarida chiqishlarimizni qilyapmiz, borib uchrashyapmiz talabalar bilan. Xudo xolasa mana mevamiz, boyagi ishlarimiz meva berishni boshladi, endi mutaxassis kelishni boshladi. Sentyabrdan diplom qo'lga olish bilan 13 tasi shuga keladi. Lekin bugungi kundagi mavjud o'sha chekka qishloqlarga kelib ishlaganlarga 2 barobar ortiqcha pul to'lab va ularni biz turar joylariga pul to'lab beryapmiz. Shunday. Mahalliy byudjetdan. Ular o'sha mehnat bizni berayotgan mablag'larimizni nima deydi, qozonish kerak-da, ya'ni ulardan bir foyda bo'lishi kerak, naf bo'lishi kerakki, bizni tumanimizda kasallik ko'payishi emas, kamayishi kerak oqibatida. Men o'ylaymanki, bunga yana ham bir e'tibor berib, o'sha mutaxassislarning malakasini oshirish kerakmi? Endi to'g'ri, hozir o'zi shunaqa payt buni negizini o'rganib ko'rishimiz kerak. Bu o'sha kasallikka nimani oqibatida keldi, nima uchun bolalar o'lib kelyapti? Bu balki mana shu ekologiyaning ta'siridir. Va o'sha boya aytganingizdek nafas qishish boshqa holatlar asosan hozirgi kundagi ekologiyadan mas'ul bo'lishi ham mumkin. Lekin o'rganib, takliflab berib, o'shanga chiqishimiz kerak deb hisoblayman. Boshqa yana savollar bormi? Hurmatli janob Abdurashidov, men hurmatli deputatlar kengashi bolalar o'limida, onalar o'limida to'liq tibbiyot birlashmasini to'liq aybi bor deb hisoblamayman. Bu mening fikrim. Chunki bu borada mahallalarda mana shu ham barcha tumanimizdagi barcha mahallalardagi yettiligimiz bor, xotin-qizlar faollarimiz bor. O'sha xotin-qizlar faollarimiz mahalladagi ayollar bilan tibbiy madaniyatni oshirish uchun ko'proq davra suhbatlari, seminarlar, amaliy mashg'ulotlar o'tkazish kerak. Deputatlar taklif qilgan holatda. Mana o'sha tibbiy madaniyatni yetishmasligi sababli mana shunday bolalar o'limiga sabab bo'lishi mumkin. Yana shuni aytmoqchimanki, ularga mana har bir hududimizdagi har bir
deputat o'zini hududida o'sha xotin-qizlar faollari bilan, hokim yordamchilari bilan aloqani mustahkamlab, ko'proq ular bilan muloqot o'tkazib, har xil masalan sog'lomlashtirish bo'yicha, sog'lom turmush tarzi bo'yicha ko'proq ularga tibbiy maslahatlar berish kerak taklif qilib tibbiyot muassasasidan deb o'ylayman. Mana biz 2 oydan beri o'ramiz, biz deputatlik guruhi tomonidan tibbiyot o'rgandik, sessiyaga masala kiritamiz deb o'tgan safar masalani kirita olmadik, chunki o'sha masala ko'rilmay qoldi. Biz o'rgandik, mana deputatlarimiz bilan o'rganish jarayonida men o'zim shuni guvohi bo'ldimki, lekin baribir vrachlarimiz, doktorlarimizga rahmat aytaman. Ular doktorlarimiz bo'lmasa, masalan bemorlar, o'zim shaxsan ko'zim bilan ko'rganman. Bir soat ichida 3 ta avariya keldi. Nechtasi misol uchun o'z ko'zim bilan ko'rgan joylarim bor o'sha o'rganish jarayonida. Lekin doktorlarimizni ayblashni biz juda 100% demasligimiz kerak. To'g'ri, mas'uliyatsiz bo'lishi mumkin ayrim shifokorlar, hamshiralar, lekin bunga 100% deb bo'lmaydi. Mening taklifim o'sha tibbiyot birlashmasidagi shifokorlarning yana ham malakasini oshirib, yana ham masalan o'sha mahallalar bilan aloqani mustahkamlab, deputatlarimiz yordamida tibbiy madaniyatni oshirish yuzasidan taklif va choralar belgilab ishlab chiqib, davra suhbatlarini o'tkazsak, yana ham maqsadga muvofiq bo'lar deb o'ylayman. Yana bormi savollar? Menimcha savollarni so'rasib berib yubordik. Sizda bormi biror deputatlarga? Menda hozirgi o'qish oliy ta'lim muassasalarida o'qish boshlanishi munosabati bilan hozirgi kunda haqiqatan masala ko'rilmay qoldi. Hozir deputatimiz hurmatli kontrakt pullarini hozir o'tkazib bersak, ular nima deydi, отчислениyaga tushish ehtimoli yuqori. Shuning uchun o'sha 12 ta studentimizni 2-kursga va 1-kursga kirgan studentlarimizni kontrakt pullarini to'lashda amaliy yordam bersalaringiz, qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rayman. Jonlantirish uchun mavzuni savol berganman. Savolim budayicha, kuz qish mavsumiga kelyapsiz. Siz qanchalik tayyorsiz? Kuz qish mavsumiga qo'llaringiz, poliklinikamizni holat qanday? O'rganish qildimi shu kungacha? O'rganish chunki o'sha sentyabr kelyapti, mana keyin oktyabr kun o'tadi. Sizga yordam kerakmi? Qaysi qozonxonalaringizda kamchiliklar bor? Sementaysiz mablag' yetarlimi yoki yo'qmi? Yetmasa mahalliy byudjetdan xarajatni qilish kerak. Rahmat hurmatli deputat savolingiz uchun. Demak, kuz-qish mavsumi bo'yicha biz tinmasdan ishchi guruhimiz hokimiyatdagi shtab bilan birgalikda ishlarni olib boryapti. Kunlik ma'lumot olib kiryapti. Bizda 3 ta hududimizda ko'mir bilan yoqish, isitish muassasalarimiz barchasi ko'mirlarni hozirgi kunda olib chiqib ketib joylarga yetkazilgan. Ko'mirdan masalamiz yo'q, lekin aytganingizdek sizlardan yordam kerak. Bunda ham kuz-qish mavsumi bo'yicha 2 ta qozonxonamizni isitish bo'yicha 2 ta oila poliklinikamizda qozonxonalarni birga ilg'or oila shifokorlik punktimizda isitish tizim sistemasida ozgina o'zgartirishlar kiritilishi kerak. Bunga ham mablag' kerak bo'ladi. Bu hududlardagi oila poliklinikalaridagi qish kuzga tayyorgarlik bo'yicha. Markazlashgan holda markaz shifoxonada muammo yo'q. Bu yerda o'zimiz ichki imkoniyatlardan kelib chiqib qishga tayyorgarliklarni ko'rib qo'yganmiz va oila poliklinikalariga o'sha hududlarimizdagi joylarga yordam bersalaringiz, bu ham qo'llab-quvvatlasalaringiz yaxshi bo'ladi. Janob Rashidovich, rahmat hisobotingiz uchun. Orqali javob oldingiz menimcha. Endi sizni hozir masalangiz qo'yilgan, hozir mahalliy byudjetni axborotida uni eshitasiz va keyingi hozirgi mulohazalar, barcha kamchiliklar, hozir buni takliflar bo'ldi ko'rdingiz. O'shalarni hammasini qo'shgan hisobda hurmatli deputatlar kun tartibidagi masala yuzasidan ma'ruzachini hamda doimiy komissiya raisimiz tomonidan bildirilgan fikrlarni eshitdik. Masala yuzasidan savollarni ham o'rganib chiqdik. Kun tartibidagi masala yuzasidan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Agar ma'qul bo'lsa, tasdiqlash uchun ovoz berishlaringiz so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar? Yo'q, qaror qabul qilindi.
Sizni ma'ruzangiz uchun rahmat. Boyaga aytganimizdek, o'sha qaror loyihasiga qo'shimcha taklif qildi. Menimcha siz doim deputatlar sizni bezovta qilishadi. Har doim siz bilan birgalikda ishlaymiz, o'zimizni hududimiz bo'yicha. Hech qachon hech qaysi savolimizga haligi qoniqarsiz javob olmadik. Rahmat. Endi albatta ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Buni birgalikda hammamiz bartaraf qilamiz. Rahmat sizga. Rahmat. Kun tartibidagi 4-masalani ko'rishib o'tamiz. Ohangaron tumani mahalliy byudjetining 2026-yil ikkinchi chorak yakuni bilan daromadlar rejasining prognozidan oshirib bajarilgan qismi hisobidan rejalashtirilayotgan xarajatlar haqida tuman hokimligining takliflarini ko'rib chiqish to'g'risida hisoboti tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirkorligini rivojlantirish va iqtisodiy masalalar bo'yicha doimiy komissiya vazirasida o'rganib chiqilib, komissiyaning tegishli qarori va xulosasi qabul qilingan. Masala yuzasidan so'z Ohangaron tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i, uning o'rinbosari Qo'chqorov Samarqand Erkingichga beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli rais. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Raislik qiluvchi, hurmatli raislik qiluvchi ruxsat bersangiz, men ma'ruzamni boshlasam, agar doimiy komissiyada o'zi ko'rib chiqilgan. O'shani aytmoqchi edim, Dilshod Satoxonov, doimiy komissiya mahalliy byudjet bilasiz, hammani qiziqtiradigan, hammani hududida o'ziga yarasha takliflari, talablari bor. Buni bo'yicha hammaga tashalgan. Hammani ko'rib chiqdi. Doimiy komissiyani xulosasiga ham ko'rib chiqildi. Hozir rais qilayotganimiz uchun doimiy komissiyada mana Jasur ukamizga bersak so'zni, chunki doimiy komissiyada bular ham a'zosi. Doimiy komissiya ko'rilgan masala bo'yicha marhamat. Savollar bo'lsa, savollarga o'tamiz. Bir chekkadan o'tirib, bittalab berilgan bildirgilar asosida qonun hujjatlari bir chekkadan ko'rib chiqildi. Qolgan deputatlarda agar hamma tashlab berilgan telegramga o'zlarini qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat berib, doimiy ko'rib chiqib qonun. Yo, hozir ana bor edimi? O'shani nomini aytib qo'ydim. Bormi savollar? Doimiy komissiyaga yoki bo'lmasam Dilshod Safoxonovga. Amman qo'lida o'sha ajratilayotgan pullar kesimida berilgan bo'limlar kesimida 6 oy yakuni bo'yicha endi bu bilyapsizlar, yig'ilib bitta summa bo'lib tusharkan. Hamma yoqda tortishga tayyor. Lekin mustaqilligimizni 35 yillik munosabati bilan qilinadigan xarajatlar bor ekan. Bunda endi baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, o'sha bugungi bayram hammamizniki. Bayramlarga ham xarajatlar bor. Tumanni mana shu qaysi jihasida eng zarur deb hisoblaganini albatta hokimimiz va Rahmat To'rayev bilan birgalikda birinchi muavin Dilshod bilan birgalikda juda ko'p muhokama qildik. Bu yoqqa tortsak, bu yoqqa tortsak, bu yoqqa. Endi bularga tavsiya, takliflar ko'p berdik. Sabab bizning zaxiralarimiz juda ko'p, hammamiz bilamiz. Tumanlarda, tumanimizning hududlarida ochiq yotgan yerlar juda ko'p. Shu kadastrni biz hech qo'yolmayapmiz. Hali juda ham ko'p to'liq rasmiylashtirib berilmadi. Bu degani soliq to'liq to'lamayapti. Bu degani boshlab qilib olasan, loyiha yo'q degan savolni berib kadastr yorin ishlash kerak-da. Ularning ichida har birini hududga biriktirilgan inspektor o'sha xodimlari bor. Ular boryapti-da, eng yomoni men sizga hammani ichida to'la to'kis aytayin. Ular boryapti-da, kadastrdagilar. Ularga advokat kerak. Men nimani deshafga bera olaman bu holatda? Degan narsani aytishim uchun kadastr unaqa qilib, u fuqaro bilan deputatni yoki bir murojaat qilgan xodimni yomon ahvolga solib qo'yish kerak emas. Men masalan undan hech qanaqa manfaatdorligimiz yo'q. U odamga uni noqonuniy qilganini o'zi shundoq aytsa ham bo'ladi, u faloncha aytilmasdan. To'g'rimi yo'qmi? Biz endi masala deb ko'rsatdik, shu masalani yopib, tugatib, tegishli chorani ko'rib kelish kerak-da. Aytgan odam aybdor bo'lib qolish kerak emas. Iltimos qilgan shu masalada ham xodimlarga gap kelganda hammasini aytib bordim. Yana kimda shunaqa savollar bor? Menimcha mahalliy byudjetga tushiradigan pulimiz zaxiramiz tiqilib yotibdi, to'lib yotibdi.
lekin biz to'g'ri foydalanmayapmiz. Shularni o'sha o'zingizni qo'l ostingizdagi idoralardan so'rab, taklif qilib, tashkil qilishingizni man so'rab qolaman. Marhamat. Deputatimiz Noilaxonga so'z. Assalomu alaykum, hurmatli rais va hurmatli deputatlar. Demak, Dilshod Safaxonov, sizga savolim quyidagicha. Biz bilamiz, tumanimizda juda ham katta va maktablarimiz ham juda ham ko'p. Hozir qarab chiqyapmiz, aynan bu yerda tumanimizdagi ayrim maktablarga o'sha mahalliy byudjetdan ajratilgan mablag'larni ko'ryapmiz. Aynan bu maktablar qanaqa tanlab olingan? Masalan, hududimizni chekka qishloqlarda ham shunaqa maktablar borki, juda ham ahvoli chatoqda. Ularda mablag' jihatdan ham umuman mana stadion deymizmi, boshqa imkoniyatlari juda ham kam demoqchiman. Demak, bu aynan maktablar qayerdan hisoblanib ajratib olinyapti? Shu savolga rahmat savol uchun. Demak, har bitta mablag'larni ishlatilishi paytida tartib tamoyiliga asosan, demak, belgilangan tartibda kompleks rahbarlar tomonidan tuman hokimligiga bo'lmasa pastdagi talabdan kelib chiqib o'rganilib, tuman hokimligiga bildirgi bilan kiriladi. Bildirgiga muvofiq, demak, o'sha joydagi avvalambor mana xabaringiz bor, Yangi O'zbekiston, Og'ir mahalla, demak, bu tanlab olish mexanizmlari joylardagi mavjud holat, ehtiyoj, talabdan kelib chiqib, demak, o'rganish olib boriladi. Xuddi shunday, demak, bu masala bo'yicha 2000 adashmasam 21-yil, 22 yillarda bu maktab qurib berilgan, lekin ming afsuski stadionlar qurib berilmagan o'sha paytlarda. Juda ko'p maktablarda faqatgina o'quv binosi demak, yordamchi binolar qurilgan. Shu jumladan mana shu hozirgi kun tartibida keltirilgan maktab ham shular qatorida. Shunday yo'lni bu tarafiga o'tsangiz, bu maktabda stadion bor, bu maktabda stadion yo'q. Demak, bir necha bora murojaat tushgan, nafaqat bu maktab, hali bu bizning rejamizda juda ko'p. Navbat biz Ohangaron tumaniga kirib kelishdan hozir ayrimlarini biz homiylikdan ham qilib boshlaganmiz. Open byudjetdan ham boshladik. Mana u vaqtda yaqinda mana Alisherda tushdi. Open byudjetdan yuta olmagan, bo'lmasa talab bo'yicha homiylar tomonidan qila olmaganlarni, talab o'sha kompleks rahbarini yo hududdagi talabidan kelib chiqib, byudjetdan qilib berish navbat qilyapmiz. Xuddi shunday bu maktab ham tushgan. Aksariyat open byudjetlarni biz harakat qilyapmiz maktablarni ichiga kiritishga hududlarni. Sababi ertaga mahalliy byudjetdan ortiqcha rasxod qilmasligi uchun Tayyor Respublika byudjetidan beriladigan 20 milliard mablag'imiz bor. Bugungi kunda demak, birinchi etapda 8 ta mavsumda, birinchi mavsumda 8 ta loyiha yutgan bo'lsa, ikkinchi mavsumda ham hozir 3 ta 4 ta mahallaga maktabning ichiga stadion berganmiz. Jumladan Ertoshga o'tgan mavsumda umuman Ertoshda stadion yo'q, lekin nafaqat aholi, turistlarga ham xizmat qiladigan joy yo'qligi uchun kuni kecha shaxsan o'zim borib keldim. Bitta loyihada boks tashkiloti bor, xulosa beradigan. Bekor qilingan loyihada yerni qarori yo'q bo'lgan, borib maktabga 37-maktabni ertasiga joylashib keldik. Demoqchimanki, talabdan va taklifdan kelib chiqib, holatdan kelib chiqib biz joylashib boryapmiz. Yana doimiy komissiyada o'rganib chiqdik-da, endi biz to'g'risini mana bitta deputatlarimizga hammaga aytib qo'ygan bo'lardim. Mana shu hududda deputatimiz kamida 8 marta xat yozibdi-da, bitta shu maktabini stadion bo'yicha. Va kerak joy tegishli joylariga, o'zining yuqori vazirliklarigacha chiqqanda va shuni keyin hokim shu masalani qo'ydi. Demoqchi bo'lardimki, masalan, shu doimiy komissiyada ko'rganda ularga alternativa izladik. Masalan, bitta maktabning mana bu poli chirib yotibdi. Yoki bo'lmasa otopleniyasi yo'q. Yoki bo'lmasa tomdan chakka o'tyapti degan masala qo'yilgan maktab men ko'rmadim. Agar o'sha narsa turganda biz tanlardik-da, masalan, yo'q, bu hozir masalan stadiondan ko'ra mana buni poli teshik ekan, bola tushib ketyapti. Yoki bo'lmasa tomidan chakka o'tyapti ekan, bu bola ertaga yomg'irda qoladi degan masalalarni biz mana doimiy komissiya ko'rganimizda marhamat qilib bizni ham hudud bor yoki bo'lmasa mana doimiy komissiyaga o'zingizni hududingizga chiqqanda bizni taklif qilsangiz biz boramiz. Albatta men vaqt topaman bo'lmasa mana jasur bo'lmasa mana kotibiyat matniy albatta yonimizda boradi-da, biz o'rganamiz va aytamizki, yo'q o'rtoq Rahim To'rayev, siz mana masalan beryapsiz taklif. Lekin bundan ko'ra mana bu maktabni bunaqasi juda ham zarur ekan.
bugungi kunda bolalarga imkoniyati yo'q. O'sha narsani birinchi qilaylik. Bu masalan stadionsiz kurshlar turadi, tepasidan chakka o'tgan joylar yoki bo'lmasam polda eshik joyda qanday bola o'qiydigan savol turgan bo'lardi. Men masalan biz o'rgandik, men so'radim bulardan. Bormi boshqa yana maktab? Yo'q, ko'rmadik. Mana shu maktab endi u ham juda ko'p xat yozilgan va bu maktab qurilganda chala qolib ketgan joyi ekan bu. O'sha narsani bugun aynan Bahrom To'rayev o'zlari homiylik qilib pul bergan ekan. Bu chala qolib ketgan joyini u yoqda endi xullas qalom bitta maktab to'la to'kis bo'lsa, shu bilan bitta yakun u maktabga boshqa qaramaymiz-da, keyingisiga o'tamiz. Keyin yana bir ikkita maktablarni men eshitganlarimni aytganimda ko'pchiligi 27-yil dasturiga tushgan. Dasturga tushgan narsaga hozir bir so'm sarflashning foydasi yo'q-da. Nari 3 oy 4 oy vaqtdan keyin shu dastur bilan o'sha respublika byudjetidan ajratilgan mablag'lar hisobiga keyin bu kichkina summa bilan 300 million 400 million bilan bunaqa katta ishlar ularga 7 milliard 8 milliard 5 milliard 1 milliarddan oshiq pul ketadi. Bunaqangi bizni hozir bitta o'zi 5 milliard 700 pulimizni imkon daraja bitta kamchiliklarni tamom summalarni yopishga harakat qildik. Buning uchun deputatlardan yana ham men so'rab qolgan bo'lardim. O'zim ham masalan o'zimni hududimdan shunaqa qilishimiz kerak. Hammamiz o'zimizni joydagi eng dolzarb, eng yonayotgan, eng mana shu narsani aytib, mana shu doimiy komissiyada o'rtoqlar mana bu yonyapti. Yuringlar, keling vaqtingiz topsa, biz birga chiqaylik deb rasmiyatni hokimga olib kirib, kerak bo'lsa, yo'q bu taklif emas, buni beraylik degan bo'ladi. Ruxsat bersangiz, bitta qo'shimcha qilsam shu joyda. To'g'ri aytyapsiz, mutaxassislar qiluvchi. Demak, bu hozirgi maktabda 350 million mahalliy byudjet imkoniyatidan kelib chiqib qilinadi. Lekin ayrim maktablarimiz bor, juda katta mablag', 10 milliard, 12 milliard hozir biz dastur kirgizganmiz. Ya'ni kim 12-maktab, adashmasam Qoraqo'dagi maktab, 20-bog'cha, 52-maktab, bular kamida 7 milliard, 8 milliard mablag' talab qiladi. Bu dasturda turibdi. Yana bitta narsani taklif qilardim, imkon bo'lsa, meni eshigim doim ochiq bo'ladi. Qaysi ma'noda aytyapmanki, biz hozir mana yo'l xarita qilganmiz. So'ralgan paytda ayrim joylarda taklif kelmay qoladi. Chunki muddat qisqa, hozir mana dastur oxirlab o'zi yopiladi. 27 o'zi yopilib bo'lgan. Lekin 28ga ham berish imkoniyatimiz bor, 27ni ham ekonomiga qo'yish imkoniyatimiz bor. Shuning uchun men hozir qo'yganim, ulgurganim, bilganim to'g'rirog'i. Men ham maktabni bilmayman. 12-maktab, 20-bog'cha, 52-maktab, yana tog'li hududdagi 37-maktab. Mana shu joylarda imkon qadar bilganimni qo'yganman. Va bu masala bo'yicha deputatlar ham iloji boricha bizni hojamizga qo'ymasdan qaysi maktab kirdi, Shahlo opaga rahmat, Jasorat maktabini qo'ymaydi. U yoqda ham hali ishimiz ko'p. Jasorat maktabini ham kirgizganmiz dasturga, qarorga kirgizganmiz. Mana shunaqalarni biz mayli bitta qarorda bo'lmasa, ikkinchi qarorga kirgizaveramiz. Chunki respublika byudjeti cheklangan. Hozir qaysi ma'noda bizga o'sha o'tgan yili chiqqan qarorlarimizda juda katta summamiz bor edi, lekin yurmay qolgan joyi ko'p. Demak o'sha ayrim mahallalarımızda yo'llarimiz bor, maktablarimiz bor, yana boshqa obyektlarimiz bor. Shu jumladan aytmoqchi bo'lganim, demak, maktab, bog'cha, yo'l katta mablag' talab qiladigan hammasini imkon qadar respublika byudjetiga bog'lashimiz kerak. Shuning uchun men o'ylayman, bu masalada biz doim tayyormiz. Kimda qanaqadir qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa, dasturga marhamat kelib belgilatib ketish kerak, nima imkoniyat, nima qilishimizni yozib ketish kerak. Taqsimlayotganda masalan biroq ham tashkil qilsalarga yomon bo'lmaydi. Masalan, deputatlarga yetkazilgan mehmonxonamiz bor. Mana biz mana taqsimot bo'lyapti, nima takliflaringiz bor deb so'raydiganim menman. Lekin vaholanki tayyorlik qilmaslar, masalan bizga ham shoshiligimiz juda ko'p bo'lyapti. Butun tumanni aylanib chiqyapman. Qayerda muammo, uni yodlab oldim, qayerda qanaqa summasigacha. O'sha taqsim paytida, taqsimot paytida asosan pullar ishlatilib ko'pchilik boshqa hisobdorlar hamda keyin tasdiqlash kerak bo'lganda deputatlarga tasdiqlash. To'g'ri aytyapsiz. Bitta narsa taklifim, ana har bitta yo'nalishda kompleksda egasi bor. Maktabda ham, qurilishda ham men taklifim bo'lar deputatlarga o'sha kompleksga egasiga berish kerak. Egasi bilish kerak. Nafaqat haqiqatan deputatlarimiz yo'ldi. O'rtoq ijtimoiy masala bo'yicha o'rin bo'lsa, shuncha muammomiz bor. Belgilab qo'y. So'ralgan paytda aytasan. Chunki shunaqa vaziyat bo'lib qolishi mumkin, deputatlarni yig'a olmaymiz. Kompleks rahbari keladi, o'rtoq birinchi o'rin bo'lsa, dastur qilyapsizmi, qaror tayyorlayapsizmi, mana bunga kirgizing. Biz o'shanday paytda egalaridan olamiz shuni.
endi Dilshod Qahramon aytgan narsa borda, masalan, deputatlar boshqa o'zlarini ishlayapti. Lekin qo'llaridan kelgancha men aytyapman, biz bu turga oldingi 5 yillikdagi deputatlar bular yoshroqda, ko'proq yosh. Hozir juda katta yordam beryapti. Juda ham ishlayapti-da bular. Yordam bo'lyapti. Men prosta kecha anaqa mudiri bilan ham gaplashdim Sarvar bilan. Ular ko'proq ishlashi kerak-da. Masalan, o'zlarida bor, ular qiladigan ishi 59 ta maktab bormi? 59 ta maktabni qaysida nima kamchiligi bor, ular tunda birda uyg'otib tursangiz ham bilib yordam aytish. Shunday. Masalan, tibbiyotniki o'zini hududini shunaqa bilish kerak. Va ular taklifini bersin va o'sha deputat ham albatta hech qachon yo'q biznikini qilib deydigan deputat yo'q. Ular uchun o'sha o'zini hududida bir ish qila olsa sharaf. Biz hammasini o'ylashimiz kerak. Masalan, siz ya'ni tumanni hammasini. Biz endi o'zimizni faqat hududimiz emas, tumandagi bitta maktab qilsa ham biz xursandmizda. Sabab o'sha tushayotgan pul har kuni tushmayapti. Mana oyni davomida bir marta pul bo'lyapmiz. Bu gapida ham jon bor. Masalan, mana pul mablag' shu kuni bo'ldi, kelib tushdi, shu shakllantirgan kunida mana bu taklifni endi hokim beryapti. Bilamiz, hokim esla olib turasizlar. Shunda o'shani biz ham masalan taklifni o'sha berganinglardan keyin, barham to'lashdan o'tgandan keyin, hammasi aniq bo'lgandan keyin to'g'rilayapti. Biz faqat tasdiqlab beryapmiz-da. Buni aytib doimiy komissiyada o'rganish uchun boyaga aytgan bizda alternativa bo'lmadi. Bir soatni, yarim soat ichida biz bo'ldik, ketdik. Eng zarurini tanlashimiz kerak demoqchi. Tushunarli. Tegishli mas'ullarga yetkazib, inqirozlari to'g'ri. Ularni biz to'g'ri tashkil qilishimiz kerak. Bosqichma-bosqich hamma maktablarimizda o'sha umumiy davlat standartiga javob beradigan maktablar bo'lishi kerak. Shu yo'lda bolalar. tegishli mas'ullarga o'rinbosarlarga yetkazib, har bittasi o'z yo'nalishi bo'yicha deputatlar bilan ishlaydi aytadi. Savollar bormi? Shunday davom ettiravering. Boya aytganingizdek, biz yana ishlatib turishga loyiq qilib qo'yildi, lekin dasturda to'la to'kis qilinadi degan javob bor. Qanchalik to'g'ri bilmayman. hozir qachon nechidir deputatlik so'rovnomasi kirgizilgandan keyin hal bo'lyapti-da. Nega bu bir martada emas, 2 martada emas, 3 martada hal bo'lmayapti-da? Shunaqada Lekin aynan Zoomda qaysidir aslida tiyib qo'yish natijasida bu amalga oshyapti, borilyapti, ko'rilyapti-da. Yo'q, bungacha qilish kerak-ku. Men nazorat qilmayman. Maktabingizni menga aytasiz, men ko'rib beraman. O'tirmoqchi edim, hurmatli Dilshod Safoxonov raislik qiluvchi. Qarangda, hozir agar hamma o'qib ko'rgan bo'lsa, hurmatli deputatlar o'qib ko'rgan bo'lsak, prokuraturani axborotida shunaqa joylar ko'rsatilib ketganki, men uchun og'riqli. Sababi har bitta byudjetda taqsimotida men ham shu deputatlar safida qo'l ko'tarib ma'qul beryapman. O'sha davlat mablag'ini samarasiz sarflanishi, perepis qilishlar, qo'shib yozishlar, maqsadsiz sarflanishlar to'g'risida o'sha taqdimnomalar, ma'muriy javobgarliklar to'g'risida belgilab ketgan joyi bor ekanda, men iltimos qilardimki, mana shu hozir biz mana talashib, tortishib, 6 oylikda erishgan mablag'imizni samarali sarflanishida hammamiz hissa qo'shishimiz kerak. Siz bilan biz birgalikda. Ertaga bu holatni qachonki prokuratura yoki boshqa organlar kelib aniqlaganda, mana bu deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlab olganda degan gap men uchun uyatli. Mana shu joyiga e'tiborli bo'lishlaringizni so'ragan bo'lardim. Masalan, men ham g'alablikdan maktabimga bora olmayman, maktabga kira olmayman. Diplomim eski suv o'tadigan bo'lib qolgan. Keyin oldi tomonini ashqatib, orqa tomonini oynalari chirib yotibdi. Bunga nima deysiz? Bu ham ashqarlikda. Shuning uchun bizda ham albatta savol bo'lishi kerak. Sportlarga endi mana shu bo'lmaydi. Bizda ham o'shani sportlarni gapirmasadan bo'ladi. Tushunarli. Mas'ullarga yetkazib, mas'ul o'rinbosar hisobotini beradi. Necha marta chiqyapti? Yo'q, mayli. Savollar bormi? Mana shunday Yirik savolingiz. Marhamat. Juda allaqachon oshib ketdik. Dilshod aka, rahmat. Men rosa xursand bo'ldim. 12-chi maktabga haqiqatdan muhandislik laboratoriya xonasi kerak edi. Necha marta biz murojaat qilganmiz, xat bilan chiqqanmiz. Savol bermoqchi bo'lganim 80 million auksion pul mablag'laridan deyilyapti. Buni muddati qanaqa bo'ladi? O'sha mana o'quv yili boshlanadi-yu, hozir 80 million ajratilyapti. Qancha muddat vaqt oladi? Boshiga tayyor bo'ladi. Bu shu yerda turibdi, bugun bo'ladi qaror chiqqan ekan. Biz pulni qo'yib beramiz. Belgilangan tartibda demak muhokamada turadi. Qayta keyin e'longa beriladi. E'longa belgilangan muddat turadi. Keyin tanlovlar olib bo'lgan odam belgilangan shart qismlarga sifatli berish muddati bor.
muddatlarimizni 10 kun, 20 kun shunaqa atrofda. Xuddi shunaqa bo'ladi. Bir oylarda уже natija bo'lib Xudo xohlasa bo'ladi. Rahmat. Bo'ldimi? Savollar yo'qmi? Hurmatli deputatlar? Yo'q. Bu taklifdagi masala yuzasidan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Agar ma'qul bo'lsa, tasdiqlash bo'yicha ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Qaror qabul bo'ldi. Rahmat sizga. Bu qarorni chiqarayotganda matbuotda iltimos qilamiz. Boyagi takliflar hammasini qo'shgan holatda chiqarasiz, чтобы keyingi holatda bunaqa emas. Rahmat sizga. Kun tartibidagi 5-chi masalani ko'rishga o'tamiz. Ohangaron tumani Inson ijtimoiy xizmatlari markazining 2026-yil 6 oy davomida faoliyati to'g'risida tuman kengashining ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya majlislari o'tkazib chiqilib, komissiyaning tegishli qarori va xulosalari hal etildi. Masala yuzasidan so'z Ohangaron tuman Inson ijtimoiy xizmatlari markazi rahbari Usmonova Gulchehra Abdurasulovnaga berildi. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli kengash, hurmatli deputatlar. Ohangaron tuman Inson ijtimoiy xizmatlar markazi 6 oy davomida qilingan ishlar bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchi edim. To'g'rirog'i, men hech kim doimiy komissiyaga chaqirmadim, doimiy komissiya bo'ldim deb so'ramoqchi edim. Kecha bordik oldingizga sizni. Kecha borganlar, uzunda ularni chunki biz boshqa masalalar edi, keyin o'zgartirib siz zarur deganingiz uchun qo'yilibdi. Shu masalani o'rganaylikdi. Biz vaqtimizni ajratib sizni korxonangizga bordik. Endi siz ham o'sha xizmat yuzasidan bu yoqqa kelib qolibsiz. Hatto ikkalamiz bordik, xodimlaringiz bizga to'g'ri javob bera olmadi. Hisobotlaringizni o'qib chiqdik. Hisobotlaringizdagi raqamlar hammasi hammaga уже tanish. Buni hozir o'qib, boshqatdan yana axborot berishingiz zarur emas deb hisoblayman. Lekin bizda bitta masalamiz ochiq qolib ketdi siz bilan. O'sha sporni bo'lib turibdi. Hozir uni biz hal qiladigan narsa bo'lsa, mana deputatlarga. Hech qaysi deputat bugungi kunda bitta o'quvchini yoki bo'lmasa bitta ijtimoiy himoyaga muhtoj insonni sharoitini yaratishdan hech kim norozilik bildirmaydi. Chunki u kim bo'lib ijtimoiy himoya sohasidan bazasidan ketayotgan pul bo'lgani uchun mahalliy byudjetdan emas. Lekin o'sha kerakli hujjatlarda mana siz bergansiz, o'sha boya tushuntirgan 400 millionga xat bergansiz. U hozirgi kunda yo'q, bu xatni men emas, xalq ta'limi bo'limi bergan. Men bitta asosiy vazifam aslida bu xalq ta'limi bo'limini, maktablarni to'siqsiz muhit yaratish, nogironlik bo'lgan shaxslarga inklyuziv sinflar ochilyapti maktablarimizda. 13 ta maktabimiz ro'yxat berilgan va hozir kuni 7 tasida inklyuziv sinflar tashkil etilgan ekan. Ya'ni 2 ta bog'chamiz ham bor. Men kengashga xat chiqarib qo'ygan edim. Faqatgina xalq ta'limi bo'limida o'sha quruvchini topish, o'sha mablag'ini ajratish va nechta sinfni qilamiz. Bu jamg'armada pulni yana boshqa bir maqsadlarda ham ishlatish maqsadi nazarda tutilgan ekan. Yetmayapti, kamroqdan qo'yish kerak degan masalalar ko'payib ketibdi hozir bilishimcha. O'shaning uchun xalq ta'limi bo'limi tavsiya qilib o'sha summalar belgilab berish kerak edi. Men o'shani kengashda o'tkazib berib, haqiqatan bu bo'ladigan narsa qilib berishimiz kerak. Prezident qarori degan narsalar kiritilgan edi. Bular ixtiyor aka bilan birga ishlashgan va masalan ixtiyor aka kiritgan, lekin qolib ketgan jarayonda oxiriga yetmabdi. Biz aytdim, kecha o'rgandik, ixtiyorga ham chiqdik, sarvarga ham chiqdik, Dilshod Safaxonovga ham chiqdik. Siz bilan ham gaplashdik. Bizda agar hujjatlar to'la-to'kis yetarli bo'lganda, biz hech qaysi deputatning e'tirozi yo'q. Sabab bu o'sha mablag' aniq, mahalliy byudjetga uni ta'siri yo'q. Bu berilishi kerak bo'lgan prezident qarori bilan berilayotgan narsaga hech kim e'tiroz qilmaydi. Faqatgina to'g'ri kelayotgan. Hozir siz 13 ta maktab deyapsiz. Kecha kimdir ixtiyor maktab 18 ta maktab dedi. O'zi 400 million keyin 600 million o'sha hozirgi mana tartib bo'yicha endi hozir kengash rasmiylashib chiqqandan keyin siz endi o'zi gapirib, lekin uni qanchalar qo'shimchalar kiritilgan. Siz bilan moliyani xati kerak bo'ladi. O'sha dalolatnomasi haqiqatdan shu mablag' bor deb siz qo'shimcha yozib berasiz. Moliya o'sha haqiqatdan qilingan bo'yicha yozib beradi va o'shalar hammasi ilova qilinmasa, mana bu yerda ko'rishga haqqimiz yo'q ekan. Biz hozir xato qilib qo'ysak, nafaqat bitta sizni masalangizni butun borib ko'rib chiqqan masalamiz hammasi
maqsaddan shuning uchun biz shunga kelishdik. Agar deputatlar qarshi bo'lmasa, yana bezovta qilib bayram arafasida hammani qilmaymiz deb bitta masala bo'ladi. Gulchiroyni hisobotida o'zini qilgan ishlar amalga chiqdilaring. Ijtimoiy o'zi mablag'i bor, o'zlaridan ishlatadi, uni o'zlari javob beradi, biz faqat tasdiqlab beramiz, faqat kengash tasdiqlab berish kerak. Lekin o'sha oxirgi masala boya maktablar bo'yicha hujjatlari to'la to'lganligi uchun hozir chala bo'lib qolib ketdi. Buni bir kun yoki 2 kun ichida maddiy hamma hujjatlarini jamlab olsada, onlayn shaklda o'tkazib olsak sessiyani va o'sha masalani qo'shib olsak. Bu taklifga kimmi nima bo'ladimi shunaqa? Sizga ham ma'qulmi shu? Endi prezident qarorida nima deyilgan? Biz birdaniga tumandagi barcha maktab va bog'chalarni bu tartibda jihozlay olmaymiz va bu bosqichma-bosqich amalga oshishi kerak. U maktabda ingliz sinfda o'qiydigan bola bormi, yo'qmi? Qat'iy nazar nogironlik bo'lgan shaxslar, ya'ni bolalarimizga ustoz, o'qituvchilar kelishi mumkin maktablarga. Ko'ryapsiz, hozir kunda hamma joyda shunaqa shaxslar qabul qilinyapti, talab bo'lyapti. Lekin o'shalar uchun yurish yo'laklari, tutqichlar, belgilar, hamma narsa bo'lishi kerak. O'shaning uchun bu etapda 13 ta maktab olingan ekan. Biz endi asosiy ochilgan 7 ta maktab qo'yib mablag' olaveraylik, keyin boshqa tumanlarda ham, boshqa joylarda ham uy ta'limida o'qiyotgan bolalarni maqsad maktabga olib chiqish va bolalar ijtimoiylashuvini ta'minlash. Ular mana bu sog'lom bolalardan o'qisin, yursin, o'rgansin, muhitga kirishsin, muomala qilishni o'rgansin degan maqsadda qilayotgan bu qarorimizda. O'sha 14 ta 13 ta qo'yilayotgan, u qolganlarida hali sinflar ochilmagan. Lekin biz buni etapma-etap qilib butun tuman maktablarini qamrab olishimiz shart va kerak. O'shaning uchun birinchi bosqichda shu 14 ta maktab qo'yilgan edi. Biz hozir asosiy shu 7 tasini qo'yamiz. Tushunarli, demak bu masalada biz kelishib oldik. Hurmatli deputatlar, mana shu ijtimoiy xizmatlar markazini doimiy komissiyada ko'p chiqolmadik qolgan bitta masalani aniq qilolmadik. Bu endi asosan ijtimoiyniki, bu mahalliy byudjetga qarashli emas. Balki iltimos qilganligi uchun mana qo'shilib bordim, baribir o'sha pulni tasdiqlashimiz kerak bo'lganligi uchun. Endi bularni o'zlarini hisoboti bo'yicha ijtimoiy sohani savollar bormi hisobotda bo'yicha? Kimlardadir agar o'zini hududida masalan ijtimoiy himoyaga muhtoj odamlar, fuqarolar bo'lsa yoki o'sha bir bugungi kunda ularga e'tibor kam berilayotgan bo'lsa yoki mana 7 yil ichida ijtimoiy xodimga nisbatan bir savollar, takliflar bo'lsa, marhamat berishlaringizni so'rayman. Chunki hisobotda hamma o'zgarib chiqqan, raqamlar aniq. Demak, hech kimda savol yo'q. Sizni bizga savolingiz bormi? Meni o'sha asosiy savolingizni biz o'rgandik. Bo'ldi. Yana bitta savolim qolib ketayotgan jihati, bundan 1 yil oldin o'zlaringiz kengashda tasdiqlagan ijtimoiy ko'chani 200 million puli haqida ketyapti gap. Pul o'tkazib berilgan, quruvchi tayinlangan, quruvchining ko'rlaringiz Yo'naltishdagi salomatlik yo'lakchasidan 15-20 metrini kovlab tashladi. Shundan ishimiz to'xtab qoldi. Biz prezident administratsiyasi uchun prezidentga ma'lumot kirib ketyapti. Bitta Ohangaron tumanida ish tugallanmaganmiz. Har bir inspeksiya so'rayapti, qurilish bo'limidan ham gaplashamiz, lekin quruvchi men qilmayman deb ketib qoldi. O'zimiz Nurobodda. Mana shu salomatlik yo'lakchasi yo'nalishidan tibbiyot bo'limini oldigacha bo'lgan yo'llarni ijtimoiy ko'cha, ya'ni nogironlik bo'lgan shaxsga moslashtirish. Quruvchi bilan tuzilgan bitim shartnomada uni majburiyatlari o'tkazib qo'yganmiz. Pulini 50%ni hokim moliya uchun o'tkazib berib qo'ygan, shartnoma qilingan. Quruvchi tashlab ketib, qadriyatchi boshqa tayinlab, o'zim boshqa quruvchi qilaman deyapti qurilish bo'limi. Shu ishimiz qolib ketyapti va bu ertaga tumanga minusga yurib qolmasin. Shuni bir sizlar ham nazoratga olgansizlar iltimos. Demak, biz anaqa o'sha o'zimizni Nurobodda deputati va boshqa mana hozir 30 metrlik olib qo'ygan. Ichini shunday oldi, yana qayta shunday tashladi. Qarasak-ku, u haqiqatan baqo qilingan. Loyiha bilan 30 santimetr sement. Unday hisoblarda juda oqlamayapti. Sekin ketib qo'yadi. O'shani tenderga qo'yilganida u o'sha tender bo'lmaydi, bizda faqat primoy shartnoma. Primoy shartnoma bo'lsa, shartnoma bor. Shartnomani bandlari bor-ku.
shartnoma bandlari bor. Shartnoma bandlarida bitta 3 ta eng yaxshi quruvchidan bittasini tanlab olgan. Ichki tender bo'ladi. O'zlari tanlab olib, o'sha quruvchi tanlab olgan, yuk olgan. Men o'zim 2 haftada bitirib tashlayman degan masala edi. Endi hozir pul o'tkazib qo'yganmiz. Hozir shu bo'yicha qolgan ishni to'xtatib hozir deputatlar endi mayli deputatlar bilan birgalikda shu hududda deputat ma'muriy prokuraturaga berish kerak. Boshqa masala bu. Biz bir qaror chiqarolmaymiz. Jinoyatga yaqin narsa bo'ladi. Keyin ikkinchi masala, mana bu ikkita tumanimizda nogironlik bo'lgan shaxslar uylarini remont qilish uchun mablag' ajratib berdilaringiz. Infratuzilmadan ajratdik. Bittasiga 60 million, bittasiga 121 million. Bu uyimizni bittasini bitdi. 60 millionligimiz bitdi va buni hali qabul qila olmadik. Sababi shuki, sizlar ham o'sha hudud deputat bo'lsa, qabul qilishda ishtirok etsa va kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, o'sha kamchiliklarni aytib, quruvchiga qildirishimiz kerak va ikkinchi uyimiz bo'yicha tuman hokimi o'zi shaxsan tashrif buyurib, uyni noldan qurib berish masalasini qo'ydi. Hozirgi kunda quruvchi boshqa quruvchiga berildi uyni nimasi, qurayotgan fundamentini sotib qo'ydi. Ishlar olib borildi, 6 mingta ish olib borilgan. Lekin o'sha 121 million boshqa quruvchini shotiga tushganligi sababli endi u quruvchi emas, pul o'tkazib bermayapti, shunaqa muammo bo'lyapti. O'shanga Bu biz endi sizlar so'raysizlar, tasdiqlab beramiz. Quruvchi bilan razborda ham quruvchi bilan razborda mana aytmoqchi bo'lganim. Tanlashda quruvchini sal ehtiyot bo'lish kerak. Tanlashda mahalla servis kompaniyasi, o'zimiz tumanda mahalla servis kompaniyasi quruvchi solganda. Ular hozir Qiziloy mahallasida katta qurilish ishlab ketyapti, shularni band bo'lganligi uchun hozir o'shani uyini qabul qila olmayapmiz. Ikkitagina uy bergan atiga. Keyingi etapimizga 10 ta uy berganmiz. Hozir bu ketishda qanaqa quruvchi beramiz, qanaqa u nogironlar uy bitadi, unisiga hayronmiz. Demak, uni yana shartnoma tuzayotganda o'sha mana jamoat nazorati deyaptimi, o'sha qo'shga o'sha deputat hozir xabari ham yo'q-da. Kimga sizlar uy beryapsizlar? Bu boshqa qilganlar olib borib, kim o'rgangan nogiron shaxsan men bilan borib o'rganib, haqiqatan loyiq bu odamlar loyiqligi haqida xulosa bergan. Lekin endi to'g'ri qurilish jarayoniga nazoratlariga aralashmadi. Shu nazorat bo'lsa yaxshi bo'lardi demoqchi. Noloyiqlik bo'yicha aralashib, haqiqatan xulosasini bergan. Bittasi 3 ta nogiron bor edi qizlari. O'zim shaxsan bor o'rganib bergan. Lekin nazorat qilish kerak. Bu yerda ham yo'q. Sana 6 mingta ishni obadan olib bergan. U ham katta bir pul yotibdi. 6 mingta ishni izohlar bergan. Misol uchun va undan so'ng faqat nazorat qilish kerak. Iloji yo'q. Chunki mana hozir yo'llarga o'chirlar. Mayli, agar bitta guruh bo'lib shu xohlaganlar bo'lsa birgalikda deputat sizlarda masalan o'shani komissiyada ba'zir o'sha ishlar tutib ijrosi nima bo'ldi, mablag' masalasi ijrosini so'rashingiz kerak. O'rganib beramiz. Yana qo'limizdan kelguncha agar bo'lmasa prokuraturaga bo'ldi. Boshqa bo'ldimi? Hech kimda savol yo'q-a? Yo'q. Kun tartibimda masala yuzasidan qaror loyihasiga tarqatilgan. Agar ma'qul bo'lsa, tasdiqlash bo'yicha o'rnida ishlanadi. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar ko'rib chiqildi. Bugungi sessiya ko'rib